ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى شەرقىي تۈركىستاندىن كەلگەن ھەقىقىي ئادەم چېچى مەھسۇلاتلىرىنىڭ توشۇلۇشىغا چەكلىمە قويغان بولۇپ، ئاللىبۇرۇن bir neçə چوڭ خىتاي شىركىتىنىڭ ئامېرىكىغا bu xil مەھسۇلاتلارنى eksport qilishini چەكلىگەن. Chunki bu چاچلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيەلەش مەركەزلىرى نامىدىكى يىغىلىش لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلاردىن ئېلىنغانلىقىدىن ئەندىشە قىلىنغان. Qara altın deb atalgan haqiqiy odam chechi mahsulotlari 2018-yili Amerika iqtisodiga 2 milliard 500 million dollar manfaat elib kelgan. Ko'pincha chash mahsulotlari Osiyo qit'asidan, asosliqi Xitoydan kelgan. Bu yil 6-oyning o'ttirida New York Federatsiya doiralari Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalgan kishilarning chechidan ishlanganligi gumon qilingan 13 tonna chash mahsulotlarini tutib qolgan. Amerika Tamoژna və Çegara Qoğdaş İdarəsi dairələrinin bildirişçə, bu çaşda yasalğan məhsulotlarning qiymati təxminən 800 min dollar olub, Lob nahiyəsidəki Meşin çaş məhsulotları çəkiliş şirkətindən gəlgan. Avstraliyadagi Uyg'urlar 9 oktyabr ئاۋسترالىيەپارلامېنتىدا guvohlik berib, Xitoyning Avstraliyadagi Uyg'urlarga tەhdىت və pərakəndىچilik silayotganligini bildirgan. Ularning ta'kidlashicha, bu xil tەhdىت və pərakəndىچilik Avstraliyadagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga qarshi so'z qilishiga to'sqinlik qilmoqda ekan. Yig'inda Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osmon bilan Avstraliya Tangirtoq Uyg'ur ayollari jamiyatining raisi Ramila Chanshev qatorliqlar guvohlik bergan. Avstraliya muhofizatchi gesining xabar qilishicha, yig'inda Olim Osmon Uyg'urlarning andisha ichida yashaydiganligini bildirib, agar men vatandagi xalqim uchun so'z qilsam, vatanda qolgan oilamning o'ch elishiga uchrashidan andisha qilaman. So'zlamay desam, o'zimni erkin bir davlatda demokratiya va erkinlikni faqat o'zim uchun saqlab qo'ygandek gunohkor his qilaman degan. Uning ta'kidlashicha, bu Avstraliyada yashaydigan Uyg'urlarning o'rtaq hissiyoti ekan. Türkiye Keləcək Partiyasının rəisi ئەخمەت داۋۇتوغلۇ öz partiyasının Mersin viloyatlik qurultayida kun tartibdagi masalalar haqida to'xtaldi va munolarni aytdi. Nemishqa bizga qarshi kuchlik ovozni Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun yo'qoladi. Nemishqa Sharqiy Turkiston to'g'risida hammamiz o'rgangan Aysa Yusuf Oltikinning omonatiga ega bo'la olmaysizlar. Sizlar qaysi iqtisodiy manfaat uchun Xitoyga sukut qilyapsizlar? Qani dunyo 5 dan cho'ng edi. Xitoyning bu 5 ning ichida ekanligini unutib qoldinglarmi? Sharqiy Turkistonni qanchaga sotdinglar? Qanchalik pul talab qildinglar? Qani chiqinglar, yuzinglar chidisa aytinglar. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mundaq dedi. Xitoy Hindistonning shimoliy chegarasiga 10 mingdan ئەسكەرئورۇنلاشتۇردى. Pompeo Fox xəvərlərə bergan bayonotida Xitoyga qarshi ittifoqining a'zolari bo'lgan Avstraliya, Hindiston va Yaponiyaning Xitoy kompartiyasining tahdidi ostida ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Hafta beshida Tokioda Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiyadan iborat 4 davlat ittifoqining suhbatiga qatnashgan Pompeo, Hindiston shimoliy chegarasida 60 ming Xitoy askarining borligini biladi dedi. Pompeo bayonotida yana Xitoyning Wuhan virusi yuqumiga bo'lgan inkosini tanqidlab, bu davlatni bilim mulk huquqini o'g'irlagan deb aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Hindi Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan Tokioda uchrashishdan ilgari Xitoyning tahdid xarakterlik harbiy harakatiga qarshi ittifoqlikni kuchaytirishga chaqiriq qilgan va dunyo uzundan buyon Xitoyning tahdidi ostida. Hozir bu masalaga astoydil muomala qilishimiz kerak degan. Tayvan prezidenti Tayvən agar Beijing hukumati Tayvanning andishalariga quloq solib, pozitsiyasini o'zgarsa, Xitoy bilan bo'lgan jiddiychilikning tۆۋەنلىشىنى umid qilaman dedi. Tayvən Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 75-navbatlik yig'iniga avatgan sinliq nutqini naql qilib turib, yuqorqi so'zini qilgan. Xi Jinpingning Xitoyning jahongirlik yoki kengaymichilik yo'liga mangmaydiganligini tilga olganligini aytgan Tayvən Dünya və rayondakı dövlətlər Xitoyning jahongirligidan andisha qilganligi uchun buning bir boshlanish bo'lishini umid qilamiz dedi. Tayvən mundaq dedi. Agar Beijing hukumati Tayvanning ovozini anglasa, munosabatni bartaraf qilish usulini o'zgarsa, tinch suhbat va yarashishni birlikda oddiylashtirsa, men bu rayondagi jiddiychilikning shubhisizki hal bo'ladiganligiga ishonaman.